Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan APA formatda to'g'ri referensiz qo'yishni ko'ramiz. Bizni misol uchun mana shunaqangi aniqlanmagan maqolalarimiz bor. Uni belgilaymiz. Maqolani nomini belgilashimiz mumkin yoki muallifi bilan belgilashimiz mumkin. Maqolani nomini belgilab Scholar'ga murojaat qilamiz. Va Scholar'dan Google Scholar'ga kirib maqolani qo'yamiz va shu nomdagi maqola mana chiqdi, topildi. Undan endi tsitirovать bo'limiga o'tib, APA formatini ustiga bosib olamiz va qaytib ro'yxatimizni to'g'ri shaklda berilgan APA formatidagi o'zgartiramiz. Xuddi shunaqa qolganlarini ham. Mana shu formatdagi maqolani biz endi matnning ichida citation sifatida ko'rsatishimiz uchun o'sir bilan yerini o'zini ko'rsatishimiz kifoya qiladi. Deylik, mana shu joydan keyin citation qo'yish uchun biz qovus ochamiz va qovus ichiga familiya, author va yili, maqolani yilini qo'yib qovus yopamiz. Agar aniq bir page bo'ladigan bo'lsa, deylik 45-page qilib ko'rsatamiz. Agar page aniq bo'lmaydigan bo'lsa, page'ini ko'rsatmagan holatda qo'yamiz. Mana bu biz matnimizdagi keltirilgan ikkinchi citation, iqtibos deyiladi o'zbek tilida.